Koreys tilida aqlni ishlatadigan ko'rsatuvlar qidirayotganlar uchun top 2 maslahat. Birinchisi Tehak Chonjang. Bu yerda Koreyadagi top universitetlardan kelgan eng aqlli studentlar yig'ilgan bo'lib, hattoki Garvarddan ham studentlar kelib qatnashadi. Unda har xil shartlar beriladi va o'sha shartlardan o'tib oxirigacha yetib borgan universitet studentlariga katta miqdorda pul mukofoti beriladi. Hozirgacha 3 sezoni chiqqan, 3-sezoni hozirda efirga uzatilmoqda. 2 sezonni esa bir nafasda ko'rib bo'lganman o'zim. Ikkinchisi Devil's Plan. Bu Koreyadagi eng aqlli odamlar yig'ilgan ko'rsatuv bo'lib, hattoki universitet studentidan tortib aktyorlargacha bor. U yerda ham har xil miyani ishlatadigan shartlar beriladi va o'shalardan o'tib oxirida qolgan bitta odamgagina katta pul miqdori mukofotga beriladi. Juda ham qiziq, ko'rishingizni tavsiya qilaman.